ko'tirgan o'zi oyog'ini urib sindiraman. Bolani oyog'iga urib bo'lmaydi, oyog'i ishlamay qoladi. To'ppa-to'g'ri qayerga ursaydi, o'sha joy ishlamaydi. Onam bizani yoshligimizga nima uchun dars o'qimadi deb kallamizga uraydilar. Keyin kallang nima uchun ishlamabdi deb yana kallamizga uraydilar. Ana ovsin sasiyota bir ish qilay demaydi. Ovsin degani opa singilday degan gap. Mana onamni topib beringlar. O'zingiz yaqinda ovsinimni marg'imish berib o'ldiraman devdingiz-ku. Iflos arzirdi-da. Kecha o'g'lim uydan beso'roq chiqib ketganiga jahl ustida bir shapat qo'yib yuboribman-da. Shapatda urma, qo'lingiz og'riydi. Onamga o'xshab choynak bilan oting. Chaydan qo'y. Kecha bog'cha borayotgan bolamni bozorga olib chiqsam, o'zim tanlayman deydi. Qo'yib bering bolani. O'z ixtiyoriga qo'ying. Onamni ishlarga farishta kira oldimmi? O'zi tanlasin. Ona o'zim qo'lga krossovkam olsam bo'ladimi? Men aytganimda olasan tuflini. Erim ishlamaydi, ro'zg'orga ham qaramaydi bir mundoq. Unday demang, shukr qiling. Bularni ozgina kam tilla olib berganlarga orzu havas ko'rolmayapmiz deb Rossiyaga jo'natib yubordik-da. Hamma patinka kiyilgandan yirtilsa, siz patinkalar bizga o'tgandan yirtildi-ya. Hayvon mol eshak o'tirdi demasanga uyga. Bolani so'kib bo'lmaydi, unaqa mol, pol deb. Agar shu so'kish bo'lmasa, bachalarni erkalatgan ekandirman, ha?